Nimaga odam riboga pul oladi? Islomda aytib qo'yibdi, shariatda, riboga pul olgan odam Allohga qarshi qilich ko'targan odam. Riboga pul olgan odamning xor bo'lishligida shubha yo'q. Ikki dunyoda Alloh bu bandani xor qiladi dedi. Ikkita odam turibdi xabarda oldida. Bittasi ishondi bunga, shart to'xtatdi yoki bo'lmasam bu riboga umuman kirmadi. Ikkinchisi bu ikkinchi riboga kirayotgan odam undan burun mana shu riboga pul olgan odamning nima bo'lganligini ko'rgan. Xonavayron bo'lib ketgan odamni ko'rgan. Bir nechtasini ko'rgan. Endi nimaga yana olaveryapti? Nima deydi? Olayotib, men deydi o'sha singucha deydi chiqib ketib qolaman deydi. Bir reys borib kelsam, shart deydi kredit prosent yo'qmi, qutulib ketaman deydi. Ishonmayapti-da boyaga oyatga, hadisga.